观众朋友们，大家好！观众朋友们，大家好！欢迎收看我最棒节目。我最棒，我最棒，我最棒。Men qaltis. Men qaltis. Men qaltis. Bu arzusiga intilguvchilarning ko'ngil sahnasi. Bu yoshlarning orzu safiridagi oltin ko'riki. Aql farosat yoshlarga xos jo'shqinlik, izlanish va raqobatni o'ziga risht qilgan. Yangi taratqularning taraqqiyot sur'atiga moslashgan. Xinjiang FL madaniyat tarixi sektor şirkati boshqargan. Shangang Bilansi Doğruluk Qrim buyumlari sektor şirkati tajdorligidagi Men qaltis programmasi. Ben çayını içip yerge tükürüp ettim. Hazır mening yeyishimni bilib qoladigan bo'lsa, bo'ldi, mo'shi chiroyi bilan mo'shashqish turgandan keyin, o'sha grim buyumni foyda qildi siz bilasiz. Bugun otdan chiqdi, tapkush o'ynaymiz. Qaysiga bilsangiz ki? Hoş Gülşen Muhammed Tursun. Bugünkü son programımız qatnashgan qaltis mehmonlarimiz kimlardir? Ulan sahnimizni taklif qilib olamdik. Bo'ladi, qani sahnimizga marhamat. Marhamat. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Aldidan o'zinglarni tanishtirib o'tgan bo'lsanglar, Gulbarada sizdan boshlaylik qani. Yaxshimisilar, men Naqshi do'stinglar Gulbaharayim bo'lman. Sizlar bilan bugun didorlashganim uchun o'zimni intayin baxtli ketsinman. Gulbarayim. Yaxshimisilar do'stlar, men sizlarning do'stinglar Janggoh naqshisi Turg'un Rayim bo'lman. Qarshilamiz. Yaxshimisilar, ekran oldidagi suyimlik aziz urug' tuqqanlar, yosh naqshchi ham umuman urug' tuqqanlar Gulmira Turg'unda sizlarga seg'inishli ham mehrli salomlar bo'lsin. Shuning bilan birga Men qaltis programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan nihoyat xursand bo'ldim. Rahmat. Gulmira. Men Shangang Bilansi Doğruluk Qrim buyumlari cheklik shirkatining Xinjiang rayonidagi ijroiya lideri Dilnur Ahmed bo'laman. Mengülük güzellik Bilansi bilen. Bilansi ishonch bilan. Bilansi sifat bilan. Bilansi unum bilan. Bilansi siz bilan. Men bilan. Hammamiz bilan. Bilansi. Hoş Gulbarayim. Balkim bayatni tanishtiruvchi hammalar his qilib qoldinglar Gulbarayim, Turg'un Rayim. Cho'qim bir tuqqandoshlik munosabati bor deb o'ylash qoldinglar. Shunday qilyapmiz. Albatta. Ada inla. Ijtimoiy sanli qatnashdi. Xo'sh, Gulbarayimni biz hammamiz bilamiz. Shaxsan men o'zim shunday. Aytgan naqshlarning hammasi yurakdan tepib chiqqan eg'izdagi mung ovoz bilan gavdalangan bir naqshchimiz. Yaş vaqtlarımızda ko'plab anglaydiq naqshlarni. Mana hozirmi nurg'un naqshlari keng tomoshabinlarimiz bilan yuz ko'rishyotdi. Mana hozirgacha 30 yilga yaqin san'at hayotimni beshimdan kechiribdiman. Mush jarayonlarda o'zimning shu san'atga bo'lgan burchimni izchil holatda davomlashtirib, o'zimning mas'uliyatini o'rinlab keng xalq ommalariga shundaqla meni yaxshi ko'rilgan ko'rmanlarimga qaysi uslubda bo'lsin o'zimningki bir kishilik hissini qo'shib keldim shundaqla keng tomoshabinlarning qarshi elishiga muyassar bo'lib keldim. Xalqimiz sizning nurg'un liriklik naqshlaringizni taqdirlaydi. To'g'ri, boya Qaysarkam degandek hamda Gulbardan o'zining xosligi, alohidligi, bulubum shu ovozidagi mo'ngi bilan, yuragidagi mo'ngi bilan ommabop naqshlar, shundaqla moda naqshlarda ajoyib bir palini yaratgan bizning Çolpan yıldızlarımızdan biri.
Hoş Gülbarem'den bir meseleni so'rab bakım kelyapti. Buningdan keyin qanday arzu armonlarni ko'ngliga pukkan bo'g'iti degan bir narsa meni shundoqla ekran oldidagi ko'rmanlarni taqozo qilayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Bundan keyingi mening orzularim bo'lsa, shu san'at hayotimni cho'qim davomlashtiraman. Shuning bilan birlikda 2 yil bo'lib qoldi o'zimningki go'zallik qurilish uchun bir kishilik hessamni qo'shib, Dilbahor suv chekish shirkati Sofiyana markasidagi teri asrash yurishligi, teri asli keltirish yurishligini ishlab chiqarib, xalq ommasi bilan kurashtirdim. Ikki kasbni tang qo'shib, mush kasbni bir parlamoqchi, bir o'zimni sinab boqmoqchi bo'lyapman. Tabriklaymiz. Xo'sh bo'ldik, ha? Her ikki kasbda qazanishingizga chin dilimizdan umid qilamiz. Turg'un Rahim. Xo'sh, ekran oldidagi ko'rmanlarimiz balkim xeyli vaqtlardan beri jangovar naqshlarni simvoli bo'lgan Shamil Shakir akamizni eslashi mumkin. Mushtaq naqshlarni anglaganimizda. Ammo hozirgi davr yoshlarimizga, hozirgi zamonimizga moslashtirib aytayotgan yana shu jangovar harbiycha jo'shqin naqshlarimizni aytib kelayotgan Turg'un Rahim efendimni unutib qolmagan bo'lishi mumkin. Hattoki hozirgi naqshlarimi to'r, televiziya, har qaysi sohalarda ko'plab tarqalyapti. Sahnalarda, ha. Men 13 yaşımdan tortib harbiyga kirgan. Keyin oilamdagilar, ota-onalarim, urug'-tuqqanlarimni qo'llash asosida yaxshi ishlab kelyapmiz. Men qaltis shu programmasi orqali ekran oldidagi tomoshabinlar ham sizlar bilan bir temani o'rtoqlashmoqchi. U bo'lsa-mu bizningki shu xalq arasida eğitilib kelayotgan shu 20-30 yil o'zimiz eğitib hozirgacha o'zimizning his qilishimizcha shu bizning xalqimiz orasida eqib kelayotgan shunday klassik naqshlarimiz bor. Xalq orasida eqib kelayotgan ommabop naqshlar bor. Buni men yaqindan beri o'tgan yildan tortib shu bir plan kirgizdim. Shu bir necha yil ichida men shu cho'ng orkestrlar o'mga orqali ondan keyin sistemlashtirib shu naqshlarni butun mamlakatga, hatto xalqaroga to'ntish shu orzu bilan plan boshlayapman. Voy muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Yaxshi. Bugun yaxshi bo'pti. Xushalliq ishlarni jiqonladik, Meningcha shunda yaxshi xushalliq deb qarayman. Bizningki shu davrdagi yoshlarning bir burchi qiladigan tegishlik qiladigan bir mas'uliyati deb qarayman. Turg'un Rahim efendimning yana bir salohiyati bor, ya'ni Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik yoshlar birlashmasining a'zosi. Qaltisniki, men qaltis programmasiga qatnashdigan mana bizning aziz mehmonlarimiz mana mushunda qaltis. O'zining kasbida emas, boshqa kasblardami ajoyib qaltis natijalarni yorityotdi. Rahmat. Rahmat. Bek suyunyapmiz. Endi Dilnurga kelsak, men Dilnurni bek qaltis deb o'ylayman. Nimishqa deganda odam hayotida cho'qim bir qatim tavakkul qilib beqish kerak-ku. Shu tavakkul qilgan vaqtda yangi natijalarni qo'lga keltirgili bo'ldi. Dilnur naq mana shu so'zimning isboti. Nimishqa deganda qaysarka Dilnur o'z yaxshi ko'radigan shundaqla o'zining kelgusiga texmi zo'r shan-sharaflarni ilib kelalaydigan undidor so'dsidan iborat yangi bir kasbni tanladi. Bununla cüret ketidi, cesaret ketidi, gayret ketidi. Albatta. Şunlaşqa bek qaltis deymanda, nemişqa bilensi markasini tanlab qaldınız. So'zlab o'sam buni hikoyasini bek uzun, shunaqdan bir qisqa o'zimni tanishtirish bo'yicha bir deb o'tay. Men bu o'qish bitirib, xizmatga chiqib, 10 yil xizmat ishlatdim. Shu arliqdan turmushlik bo'lib, yo'ldashim harbiy rayonda o'zim shunaqa keyin qo'shkezak bo'shinib qoldim. Shuning bilan uyda qoldim. 3 bolangiz bor shunda. Tunjisi bir o'g'il keyindilar yana qo'shkezak bo'lib qolib. Qo'shkezakning qiz bo'lishini umid qilaman. Ular o'g'ilmi? Shu o'g'il. Shuning bilan bo'pti, o'g'il o'zing bo'pti. Atalisi yoshlig'i bezini boshlab ketdimi? Shu 3 farzand bo'lib qolib, bolalarga qarasam 3 bolam qarab turgan. Yani turib ba'zida ko'nglim, "Ay to'xtab tur, men shu bolalarni baxtim deb o'tkazsam bo'lmaydi. Bolalarni beqishim kerak. O'zim shu oilada o'tgan ba'zi bir xonim qizlarga ulgu bo'lish uchun bir iqtisodiy qimmat yaratish, o'zimni bir kayfiyatimni o'ngishim kerak deb shunday bir orzulash ichida turganda, bizningki shu Shangang
bilen siyorluk kırım buyumları çekti şirketining baş lideri Nurbiya Obul Hanım'nınki özünün kesbidin paylanıp muşu işlep çıkargan, tadqiq qilgan muşu bilen si mahsulotlari bilan tanıştım. Şunun bilan bu şirketninki iqtisodiy qurilmasining yaxshiligi ham mahsulotimizning xalqqa bo'lgan ishonchisining intayin yuqori. Bundan başqa men obraz vakili. Şundan qarsam Naqliyatlar var. obraz Ayollarning gırım buyumları mı? Ya endi adlandı qamoqda ya. Sizni o'ylashyapsiz Erlerning gırım buyumlarini ishlab chiqarayotgan korxonalar meni faqat bilinmayapti. Teri asrash. Hozir meni yeyishimni bilib qoladigan bo'lsa, bo'ldi, mo'shi chiroyi bilan mo'shashqish turgandan keyin mushu gırım buyumini foyda qildi deb biladi. ittifaqlarimizni shu siz Ulusaqlarını görə. Ağzını şıp ketişiniz. Yaş To'g'ri. Şunun bilan qarsak Gülşen adam shundaq nurdek chaqnab ketdi bilazi markasininki obraz vakili deb aytib topdim shu markaga əgərsək çoxum istiqbalımız bək yaxşı buldu deyə oyladım. Şunun bilan şirketimizning rəhbəri Nurbiya Obulğa əgişib şu bilansi mahsulotlarga a'zo bo'lib, hozir shu 198 minglik shirkat ijroiya lideri o'rnini oldim. Undan so'ng shu 198 mingni to'lagandan keyin ijroiya lideri bo'la olasizlar shundoq. Hozir 198 ming sizga nechta beryapti? Ayrim deyishaylik payzarga. Undan bo'lsa siz ham shu 200 ming degan pul ekan hamdi. Bu pulni sog'andan keyin sizning hozir topgan pulingiz albatta buningda necha hissa qatilib ketdi shundoq. Albatta ish kerak. Bo'lganlik uchun mush pulni mablag' soldim, cho'qim qaytarib kelalayman, men qilalayman degan ideya bilan men shu mablag' silib shu turga kirdim. U pul qaytib kelib bo'ldi-da endi. Bu yerda biz pul tepishdan gapini qildik. Pul tepish faqat bir ikkinchi masala, muhim emas. Eng muhimi siz farzandlaringizga bir yaxshi ulgu bo'lyapsiz. Farzandlaringiz sizning tirishayotganligingizni, sizningki jasoratingizni, g'ayratingizni ko'ryapti. Albatta bu ruh bolalarga tabiiy singib mangdi-da. Shunlashqa sizlardek mana shunday ulgulik onalar hammamizning o'rganishimizga arziydi. Davomli tirishing. Pul gibi chiqib qoldi. Albatta pul uchun o'zimizni beg'ishlab ketsak hargiz bo'lmaydi. Ammo pul tepish bir vosita. Pul orqali bolani tarbiyalaymiz, oilani qamlaymiz, yaxshi turmushga erishishni o'ylaymiz. To'g'ri. Bola tarbiyalash uchun har qanday rasmiydan kechishga har qanday bir ota-ona rozi. O'z uchun, farzandlar uchun, oilasi uchun tirishayotgan Dilnurdek onalarga hurmatimizni ifodlaymiz. Yaraysiz. Gulmira. Qaysarka. Biz Gulmira Lady Gaga deymiz. Lady Gaga. Nima desiniz Lady Gaga ham deymiz shu xalqaroga intayin dаңлык bir naqshi, ya'ni o'zininki shu uslub orqali, xosligi orqali natija yaratgan. Bu Gulmiramo haqiqatan xoslik yaratdi deb o'ylaymiz. Bu menga bergan ta'siri qanday desiniz? Har bir qitimliq faoliyatda, har bir qitimliq sahnaga chiqishga alohida ahamiyat berdi, e'tibor berdi. Masalan, bir program uchun balkim shu bir naqsh uchun bir kiyimni cho'qim eng yuqori talab bo'yicha loyilab, o'z loyilab shu kiyim bilan, shu sahna qiyofati bilan sahnada namoyon bo'ldi. Albatta bu faqat bir tarafi bo'lgan bilan eng muhimi o'z yaxshi ko'rayotgan mushu kasbga bo'lgan hurmatini bildirdi, shundaqmi? Uningdan boshqa mas'uliyatchanligini, tomoshabinlarga bo'lgan, o'ziga bo'lgan hurmatni ifodalaydi. To'g'ri dedimmi, Gulmira? Endi Gülşahadam deganga o'xshash kiyim-kechak loyilashda o'zimning ozroq ortiqchilik bo'lg'ash. Shunga men bir moda xonim qizlarning kiyim-kechaklarini loyilab, men o'zimningki bir kishilik asrim sifatida sunib boqay deb Shinjan Gulmira Sochak shirkati, shundaqla Gulmira JT markasida o'tgan yili 4-oyda anga elindi bu shirkat bilan marka. Bir yil jarayonida shunda bir moda kiyimlarni sunyapman. Men faqat nurg'un natija qozondim deyamayman. Men faqat hozir igilik tiklab, tirishish bosqichidagi bir odam. Shundaqla shundaq igilik tiklayotganlardan o'rgangichi deb hisoblayman. Shundaqla xonim qizlarning go'zalligi to'g'risida men izlanyapman. Chunki shu ekrandagi azizlarimiz bo'lsin, yenimizdagi tuqqanlarimiz bo'lsin, hammasi chiqdi. Men go'zallikni bekshi suyutman, malikdan oladi. Ajoyib moda kiyimlar bor. Nima qilib Lady Gaga o'xshatimiz deganda ajoyib har xil, har yangi, har rang sarangdamda hamda o'sha kiyimlar buning yorishida emasmi? Yarashdi. Shuning bilan birga shu halqi ko'rurmanlarimiz nurg'un savollarni qo'yganda menga mayli bizning har xil tordagi aloqa qurollarimiz bo'lsin. Siz bundan keyin o'quvchilarni tarbiyalamamsiz degandek bir mazmunlar savol so'roq bo'lindida mushu ekran orqali shuni ham javob berib balkim 2020 yili mushu boshqa kasbdagi kasbiy hayotim yoki igilik tiklash jarayonidagi taraqqiyotlarim ilgari surilish bosqichida bo'lsa, balkim 2021 yil atrofida kichik o'quvchilarni tarbiyalash to'g'risida cho'qim
o'zimga bir plan qo'ydim degan Voy, umidman. yaxshi. Chunki Yaxshi. o'zim shaxsan kichik bolalarni bak yaxshi ko'raman. Shundaqla men tarbiyalagan bolalar hozir boshlang'ichlarni puturib, hujumga chiqib bo'ldi. Shuningga o'xshash men kichik o'quvchilarni tarbiyalab, mayli naqshida bo'lsin, mayli usulda bo'lsin, shu jihatdanmi bir o'zimning bir orzusini amalga oshirg'im bor. Shundaqla kichik umoqlar qilgan bir so'g'itim bo'ldi deb o'ylayman. Bugün atlab chiqibdi biz musiqayli har xil paylarni yig'ib taftish yasayli lekin siz yasaydi shu avval tafsun taftish degan shunda ko'ngillik o'yin boshlandi. Bugün atlab chiqibdi biz musiqayli har xil paylarni yig'ib taftish yasayli lekin siz yasaydi shu avval tafsun taftish degan shunda ko'ngillik o'yin kelinglar bolalar o'ynayli tafkishdan boshlab beraver 2 3 kelinglar bolalar o'ynayli tafkishdan boshlab beraver 2 3 Bugün atlab chiqibdi tafkish o'ynaymiz huzurlanib atlabdan o'ynab qolmaymiz bilmaganlar sanayli 1 2 3 4 tafkishdaydi bolalar ijil inoq kim yangi Bugün atlab chiqibdi tafkish o'ynaymiz huzurlanib atlabdan o'ynab qolmaymiz bilmaganlar sanayli 1 2 3 4 tafkishdaydi bolalar ijil inoq kelinglar bolalar o'ynayli tafkishdan boshlab beraver 2 3 kelinglar bolalar o'ynayli tafkishdan boshlab beraver 2 3今天阳光很灿烂，天空铺满着蓝色，小可爱们赶紧来，一起来玩踢毽子，来吧来吧，可爱们，一起来玩踢毽子，你们数数我来踢，我们都是好孩子，来吧可爱们，数数1 2 3，今天的太阳笑得很灿烂，来吧可爱们，数数1 2 3，有了团结心。幸福是永远。 kelinglar bolalar o'ynayli tafkishdan boshlab beraver 2 3 kelinglar bolalar o'ynayli tafkishdan oldinayli istiqbollik kuch Voy, Wow, rahmat. bir-biridan qaltis aziz mehmonlarimizni taklif qilibdi-mu, bugun haqiqatan bu Sen- suyundim. Sen o'ylanib qolding. Ay şirket kurandık işkimizmi? Turg'un ishkimiz sal ortiq shu qolib qilmasakmiz hozir. Hammamiz Ya qirqinchilarga. bugün karamet kızlar bilen paylaştık. Qaltis qilablar qaltis. deysiz. Ben bu harbiy buluş salayetim bir kılıp yüreklikten bastırım titrerdim. Haqiqatan Diqqat qilmasak bo'lmaydi ekan. ham qaltis mayırlar qatnaşdı, aziz mehmonlarimiz qatnaşdı. Mayli öz kasbonlarda bo'lsin va yoki hozir hamda yangidan shug'ullanayotgan kasbonlarda bo'lsin, chuqur o'zinglar o'ylagandek yaxshi natijalarni qo'lga keltirishinglarni umid qilamiz. Albatta mana shunda qaltis bo'lish uchun chuqur tirishish kerak. Shu sizlarda tirishchanlik bo'lganligi uchun qaltis bo'lib, qaltis naqshchilarimizning qatoridan, qaltis öndidar savdogarlarimizning qatoridan o'rin olib, sahnamizga chiqishga salohiyatinglar to'shdi desak tamamen buldu shundoq va Albatta. Qaysarka. Unda bo'lsa endi jiddiylashtirib boqamdiq mayirlarni. Bak erkin so'zlar va adonlar. Endi jiddiylashtirmasak bo'lmaydi. Xo'sh, unda bo'lsa endi savol so'rash bosqichiga o'tib ketamiz. Siz balkim burun sinab baqqan yoki sinab baqmoqchi bo'lgan. Bu bir yenidan boshlash fursati. Shundaqla o'zingizni kuchlantirish fursati. Ko'ksan kompyuter to'r maktabi sizning muallimsiz kompyuter o'rganish hamrohingiz.
ko'plagan kompyuter sohasini qoplagan bo'lib, mayli siz yangidan boshlovchi bo'ling yoki munosabatchi kasb bilan shug'ullanayotgan bo'ling. Köksen kompyuter tor maktabi o'zingizni kuchlantirish, yangi bilimlarni o'rganishdagi eng yaxshi tanlashimiz. Bu san programmamizni Shangang Bilansi doğruluk kırım buyumları şirketi alayda qo'llagan. Savol. Nurg'un kishilar xijil bo'lganda yuzi qizirib ketadi. Ondaqda yuzning qizirib ketishiga badandagi qaysi a'zo qo'mondonlik qiladi? A. Miya, B. Yurak, C. Böğrek. Si. To'g'ri bo'ldi javobingiz. Diqqat qilin. Savol. Hozir palay suvoqdan qo'g'dinishga shiltildi. Palay. Ondaqda eng dastlabki palay nimaga shiltilgan? A. Qartozlashqa, B. Ovlashqa, C. Mexanik uskunalarni yasashqa. Ovlashqa. Ovlashqa, ya'ni B javob, shundaqmi? Buning to'g'ri javobi B. Ovlashqa. 100 numaralık mahirimiz. Diqqat. Savol. İkinci avlod kimlikni bijirganda 996, 997, 998, 999 qatorliq sonlar alohida qilib bekitilgan. Undaqda bu nomerlar qanday kishilarga berilgan? A. Harbiylarga. B. 100 yoshdan oshganlarga. C. To'g'ma meyit kishilarga. A. Harbiylarga. Shundaqmi? Mesela iş var mı? Yo'q, unda yo'q. Harbiylar shunda ish bormi? Unda yo'q. Unda ish yo'q. B javob 100 yoshdan oshganlarga. Rahmat. Savol. Tövendikilar ichida odam badanida eng oldirash a'zo deb atalgani. A. Ko'z, B. Yutqunchoq, C. Til. Menimcha yutqunchoq qo'ydi, to'xtamayim. Qaysi to'g'ri? Ko'zniki menimcha. Halqi, bu hiç kim tanlamaganını ben bir talap bakayım. Tilma. Tıl qağamı değil. Til qildi. Ha, tıl dep qo'yaylik. Ona to'g'ri javobi B. Yutqunchoq. Muborak bo'lsin. İkraldırki qadirli görmənlər, turdaşlar körat qılınlar. Şangang Bilansi doğruluq kırım buyumları çekiş şirketi tajdarlıqıdaki Mən Qaltis proqramısı. Mana birinci basqıçını mı qalbilik tübük olduk ha? Qaysarqa mahirlərimiz mi haqiqatan mı bir-birdən qaltisa? Əmdi oyun oynaş basqıçımızға ötüb ketdik. Qo'limda mana RG turibdi. Bir mahirimiz quloqqa RG'ni taqaydi, ammo naqsh topmaydi. Cho'qim bir narsani topadi. Bir ish başqa birnim qilamiz-ku. Hozir topamaymiz. Birinchi, ikkinchi nomerimizni bir xil taklifimiz taklif qilamiz. Bo'ldi, qanday bo'lsa, Gulbarada. Turg'unqa. Endi bir savolim bor. Ishqinlardan qaysinglar tasviriy ifodalashga eng usta? Badan harakatiga eng Badan moyil harakat demakchi. orqali ovoz chiqmaydi. Tasviriy harakatlarga. Masalan, men sizni yaxshi ko'raman degan gap bo'lib qolsa, men sizni mana bunday yuraklar orqali ifodalasak bo'ladigan. Xo'sh, biringlar o'ng tarafga, biringlar so'l tarafga turinglar. Qani. Harakat orqali ifodalab bering. Uzun. Üşme. To'g'ri, keyni bor. Bu harakatga yaxshi ifodaladingiz ha. Üşme tez ağzım uçur. Hey, bundan. To'g'ri. Bilim. To'g'ri. Bilimsiz. Orun bulur. To'g'ri, bilimsiz o'rin bulur. Bilimsiz o'rin bulur. To'g'ri. Bilimsiz o'rin bulur, lekin ma gapni o'zi chiqmadi lekin. Bilim egallab. Bo'pti,
Bundaq deydi. Yılqı bilim amığa yaşma tam tüydük taş deydi. To'g'ri. Ha. Endi de hozir Qaysarga ma'rifat Bilim demak. amığa tam tüydük taş. Ha, to'g'ri. Ha. Taş demek yaxshi ifodaldi. Bilim olmagan yosh tam tüydük taş. Ha, bo'ldi, endi almışıqlar. Nachar havo rayi sharoitida siliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishning oldini oladigan Yaponiya davlat ishidami yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modigrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz, Modigrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modigrin. Telefon 13 75 75. Men Ha. choy ichib, Shep nega bak. aroq ichib, Bugun ishtay turaman. Pek isildi bu hareketler. men choyni ichib, yerga tükürüp etdim. Amikede arak çıp süvettin degende. Men Ha. doğru ichib, Ben. Ha. topolmadim. Tapamadınız mı? Ha, topolmadim. To'xta tur, endi bir hareket. Ha, endi bir Bir hareket. defasım Ha. shu. Ya bir hareket. Gulbaradam. Ha, Gulbardan bir Abay defa. qanday qildi? Abay qanday Men. qildi? Men juda qilib, Ha. da dedi, shunami? Ha. Men ichgan suv, Mushu shu. Ha, dedi. men ichgan Ha. suv. Ha. Ha. Voy, ikkinchi chamcha, ha? Ay, pek suyumli. Ikkinchi, ha? Ma bundoq qarab qo'ysam, bek oson. Mana. Kipini. Ha. Ha. Ya. Ha. Men bakkan kepte. Yeni bize olsanız büküt deydi o. Ha. Kepine, Ha, to'g'ri. Bundoq qilyapti. kepine etrafımda piyqiraydı. To'g'ri. Ya. Bundoq cho'k. Ki. İki kepinek. Ha. To'g'ri. Kaynidir. Ha. Kipinne. Kepine kelgin can dost. Uyey, beş yaparsınız kaç? Nöten müsait geldi. Kimlere diyelim Hepiniz ki? oturun, merhamet. Merhamet. Abaytın bildinglar, ha? Belki maqoldan siz chiqib qolishi mumkin, so'zliklar chiqib qolishi mumkin, tasvirlashlar bo'lib qolishi mumkin, ha? Mucho. Ay, undaq. Yerim mandım, bilmem. Yaxşı. Mama yaxshi degan harakat yaxshi deng. Dilnur deb yiqma. Qaysiga bilsangiz ki? Ay! Hikaye. Mau yerim kundor sık. Kaysar kan? Hay, yerim. Bu men dedim ama yana. Yerim. Nandım. Tütün nan yaxşı. Ha. Ya mama qara, aytdim qara. Nanne. Ha, to'xtang, ha, to'xtang. Riyosatsiz rahmat sizlarga. Hay, bek ben de bana kapı kalma Gülbar demler. Nanne. Yerim. Yerim. Yerim nandım. Tütün nan yaxşı. Yerim. Ha. Nanne. Yerim nan. Yerim nan. Ha. Nan. Yerim nandı. Tütün nan yaxşı. Tütün nan yaxşı. Yerim nandı. Ha. Tütün nan yaxşı. Ha. Uyey. Endi chiqimi?
Gap qilsam, Yanına gap yegin. qilsam, tilim kuydi. Jiq gap qilgandim. Yo'q, jiq degan gap yo'q. Gap qilsam, tilim kuydi. Gap qilsam tilning ochiq va Kuydi. Gap qilsam, tilim gap qilsam tilim kuydi. Ha, yaxshi. Ha, bu almış qilamiz. Almışlar. Turpan Miran Ali Mehmansariyi o'z yıldızlıq ölçəm boyunca seçilgan ko'p iqtidorli savdo Ali Mehmansariyi. Yurishlaşgan har xil o'lchamdagi yotoqlar bor. Qatnash qulay, bozorda rohat. Sayohat komandir qilishingizki eng yaxshi tomoshabin. Ishga xalqi joylashgan tezlamaxonada o'zbekcha g'arbcha uslub xizmatlangan cho'g' ayrim xonlar bor. Bir vaqtda 200 dan ortiq mehmon tuzalni oladi. Har xil ta'mlar sizning tezlik hisobini kutmoqda. Miran Ali Mehmansariyi, Miran tezlamaxon. Dikkat. Hareket ha, Gülnur'a. Nima? Nima bu? Adat fazla uyukursak nima qilib Endi ovoz ketishdan keyin hareket orqali ifodaymiz ha. Jumboq. Hareket orqali. Jumboq. Hop, Hop to'g'ri. Keyin atma. Hop. Yagsa. Çakılı. Kum. Kulak. Kumda süpündürme. Endi bildiman ko'rsatgach kilon ha. Baldır tatlıqana düştü. Tükürdüm ha qaysirqa? Nima o? Yemini saqlab Çaş. qoldi. Baş. Çaş. Baş. Çaş sarayma. Ha? Beşimden çıkışım var. Ya seçimden çıkışım var. Güzel tasvirlar tasvir. Beşimden. Nima? Güzel. Seçimden Güzel Ay, taraf. açış pada pra. Seçim yok. Seçim yok. Ha. Demiş Onu var. çekini çıkaranda Ha, onu. ha. Seçim yok. Tağak. Tağak kini. Sual belgisi. Seçimni taraydigan tağak kini. Tağak kini. Tozdan tağaq bilan nemishdi. Ne bo'ldi? Tas taqoq qamroq, so'qchaq qetib qamroq deganda kelib, to'qon mingish qamroq deganda. Xudoga yashkab. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, turdoshlar ko'rayotganlar, Shangang bilansi doğruluk qirm buyumlari chekish sertifisi tajdorligidagi Men qaltis programmasi. Programmamiz qatnashgan aziz mehmonlarimiz o'zlarining natijalari orqali qaltis bo'lib, bizning qalbimizning o'rnini elib kelyotdi. Albatta o'zining amaliy harakati ish izlari bilan bizni ta'sirlantirib kelyotdi. Bugungi programmamizda bo'lsa, savollarimizga javob bergan vaqtidagi ifodasi bilan qaltis deb atilyotdi. Yaraysizlar. Mana tez savol so'rash bosqichi qadam qo'ydik. Ko'rmanlar, polqimizni seg'inib qolgan bo'lishinglar mumkin. Shundaqmi? 1000 tonnalik men qaltis polqimizni. Endi men har biringlardan 3 dan tez savol so'rayman. Savolni tez so'rashim kerakda, bu shu bosqichning talabi. Savolni tez so'rayman, albatta javobni tez ilishim kerak. Ifodanglarning yaxshi bo'lishini umid qilaman. Suyimli cho'lponlarimiz tirishinglar. Gulbarada men sizga ishonaman. Endi 3, 2, 1, başlandı. En çok kurduğunuz marjan diyeniz mi ya ki kızıl diyeniz mi? Tez cevap verin kaysi? Marjan diyeniz. Ya cevabınız doğru oldu, yaxşı oldu. Tezrak cevap verelim. Aşkızın sağlamlaştırış doğrularını işkende önüme en yaxşı bulduğun vakit sabahtan burun 10 minut mu ya ki tabaktan keyin 10 minut mu? Tabaktan burun 10 minut. Yaxşı, yaraysız şam yandırış arkalık yeni zinnetlengen öydeki ziyanlı kurakını yokat kıl bulamdı, bulamdı. Buldu. Bulmaydı.
Şundan sənətlik çıxdı o Gülbarda. Mak süyümlük nakçılarının o yılıqı. Ah diye avazları bek süyümlük. Güzel çıktı ki. Gelip kaytıdan bir kıp verin Gülbarda. Bek süyümlük. Rahmet. İspadınız süyümlük yakış oldu Gülbarda. Turgunka, ispadınızın yaxşı buluşunu, cevabınızın doğru buluşunu ümit qilman, birlikte tirishaylik. 3-2-1 başlandı. Qaysi qit'ada texi odamlar ultraflashmadi, ya'ni Antarktika qit'asidami yoki Shimoliy qutb qit'asidami? Shimoliy qutb. Xata Antarktika qit'asida. Bir stakan suvning yarmini tikvasak, uning zishligida o'zgarish bo'lamdi, bo'lmamdi? Bo'ladi. Bo'lmaydi. Javobingiz xato bo'lib qoldi. Miyani sog'lomlashtirishda eng yaxshi usuli uxlashmi yoki g'idiqlashmi? Uxlash. Xato g'idiqlashga. Hakikaten Turgunkan fakat ciddileşmedi. Ciddileşken olsa doğru cevap ver. Doğru. Gülmira ondan başlap ketdik. 3, 2, 1 başlandı. Adette dolar avabının destisiga payda bağlanmadı tez yap berang. Bağlandı. Xata bağlanmaydı. Kili qurti ömçük. İpi çıqıralamdı yoki çıqıramamdı tez yap berang. Xata çıqıralaydı. Dengiz tigida yanarda partlamamdı. Partlaydı. To'g'ri partlaydi. Axir bo'lsin birisiga javob bera oldingiz. Ay ma, ilqi urgan vaqtda, qo'qab ketgan vaqtingizdagi ovoz shunday yuqori chiqdi juma. Ha, men junga o'yinni ochib ayaq ketgan bo'lsin. Axiri bir o'zingizning ovozingizning yuqoriligi ifodalanigan fursat bo'ldi. Men bentda yo'q qolsa, keyin chiqib qoldi inkasini silab. Xo'shal bo'latam sizlar ko'rmanlar. Chiqib men xo'shal. Mehmonlarimiz mendan o'ta xo'shal deb o'ylayman, shundaqmi? Bolqa qarab texmi xo'shal bo'lsiz, undaq bo'lsa. 3, 2, 1 boshlandi. Zumrad ultra binafshi nur ostida yesil nur chachamdi yoki qizil nurni tez yopib berang. Qizil nur. Xata yesil nur. Pishqan tovuzni suvga solib cho'kamdi yoki laylamdi? Laylaydi. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Mona Lizaning go'zal san'at tarixidagi eng chiroyli qo'l hisoblanadigan uni o'ng qo'limi yoki so'l qo'limi? Siz javob bering. To'g'ri, javobingiz to'g'ri bo'ldi. Badonizmi yaxshi bo'ldi. Albatta, 4 aziz mehmonimiz hammasi bir-biridan qaltis yaraysizlar. Sizlardan yana suyundik. Rahmat. Turgunkam o'zininki xizmat orqali, o'zining kuylari orqali bizning eng suyumlik harbiylarimizga aytayotgan har bir naqshini biz yuragimizdan anglashimiz kerak. Unda bo'lsa bugungi qimmatli fursatda Turgunkam cho'qim yana bir esil kuyni bizga sovg'a qildi deb o'ylayman, shunaqmi aka? To'g'ri, men bugun shu fursatdan foydalanib, ekran oldidagi do'stlarga bugungi shu 3 nafar ben qaltis qizlarimizga to'g'ri. Bir piyola may degan naqshini davlat tilida aytib berma. Shundaqla bizning har millat xalqininki turmushi, to'g'ri. xizmati bir piyola maydek isil, tatliq, cherin shakar bo'lishini umid qilaman. 爱情像杯美酒，一杯美酒，心上人，请你把它接受。天山上的精英智慧，盘旋不飞过山岭，情人围绕着我，不愿离走。一杯美酒，一杯美酒，一杯香酒，一杯甜酒，喝了它终会把你推走。一杯美酒，一杯香酒，一杯甜酒，喝了它终会把你推走。 Arab ish bo'lgandan keyingi beyaranchiqdan qutlanmadingiz. Jigarni mayqatlab ketishni ansiramadingiz. Sho'lardan jigarni asrash masjidning ishi bir so'zini chavri sizning bo'lganlaringizni qilasiz. Men qaltis
programmamizni Shangang Bilansi doğruluk kırım buyumları çekiş şirketi tajdarlıqni öz üstiga algan. Endiki bosqichimiz bo'lsa, ya'ni biz aziz mehmonlarimizga, qaltishlarimizga cho'qim sovg'at berishimiz kerak-da, Qaysarka. Ko'p bo'lmasa-mu cho'qim rag'batlantirish asosida sovg'atlarimiz bor, ko'nglimizni ifodalashimiz kerak. Ammo bu masalaning ta'limlariga bog'liq. Yani birden başlap 8gacha 8 samba o'zinglar ham yaxshi ko'radigan sanni tanlaysizlar. Undan keyin shundan keyindagi mukofotning nimligini sal turib deb beramiz. Gulbara da sizdan boshlaylik. Men 8 ni tanlayman. Men 6 nomerlik sanni tanlayman. 7. Men 4 nomerlik sanni tanlay. Endi Örilson. Yani mana ekranımızda bizden markalarımızı görüp durupsizlar. Bilansi markası, Miras markası, Shulakan, Jigar asrash, mastlikni yeshish o'simlik javhari. Yani Moligran markasidagi Abdul, Uyul avrishim umashlari. Qarlag'ash markalık Ali derslik sopun parashugi Elchi markası, Bilansi markası. Yani baya Gulbardam 8 numarını tanlagan, yani 8 numar bo'lsa Bilansi markası, yani Shangang Bilansi doğruluk kırım buyumları çekiş şirketi ta'minlagan Bilansi markasidagi teri asrash mahsulotlari. Surg'unkamning 6 numara abi. Qarlag'ash markalık Ali derslik sopun parashugi Gulmiraniki Elchi yani Elchi kiyim kechaklari. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. 4-chi Moligran markasidagi Abdullari. Mashin bag'u. Shunchalik yaxshi, ha. Tabriklaymiz. Zarqaysanlar. Ozdir ko'pdir mukofot buyumlarimiz qabul qilinglar. Sog'liq qabul qilinglar. Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar, to'rdoshlar. Aramızda hakikaten bu, mana bugünkü bizim programımızga qatnaşkan aziz mehmonlarimizga o'xshash qaltis kishilarimiz intayin ko'p. Ekran oldidagi ko'rarman. Albatta, sizmi intayin qaltis. Balkim sizda qaltis mahorat, qaltis talant bo'lishi mumkin. Muhimi, siz o'zingizning qaltisligingizni ifodalay oldingizmi? Talantingizni joriy qildira oldingizmi? Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar, shundaqlar to'rdoshlar. Ekran ostidagi taratqularni ko'rgan bo'lishinglar mumkin, shundaqmi? Mana mushu taratqular orqali men qaltis programmamizni to'liq ko'ra olasizlar. Shundaqlar, mana mushu taratqularga programmamizga nisbatan qimmatli taklif fikrlarni qoldirib qo'yishinglarni chin yuragimizdan umid qilamiz. Rahmat. Bizdan bugungi bu son programmamiz mana shu yerda oxirlashdi. Kelarki sonda ko'rishaylik. Aman bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Yarni Hayalim usumu talağı demeyimi de. Vay, şikemizge nimba mahki ketken de uyada. Ey, sizin yarışımız ben bu kaşıklarını etip, popomlarını sürken çıkıp bakmayın ben mi baba? Olsun, mandalık varsa adamın kekek okşak kapsa. Nakşa yesem çıkmaysan, yasak bu arşihan. Beni utqa salgan ya, üzümü tenküyemu. Abay Qaysar dedik mi? Şu Chechen nima uchun tushib ketgan? Shu ko'p qirlin ko'tarolmay tushib ketgan. Qirlin chiqib. Pek ta'sirlib ketdi.